Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Zayba. Bugun sizlarga yana bir Uyg'ur mashhur shaxsning hayotidagi qisqa bir hikoyani tanishtiraman. Bu kim deb baqinglarchi? Ahmadjon Qosimiy. İşler chala qolmasin. Türmeden yangilar chiqqan Ahmadjon Qosimiy ko'cha yurib aynakchilik qilib, kishilarning eshik derazalariga aynak silib berib turmush kechiradi. U kona uzun paltosi ustidan bir kona tasma bilan belini bog'lab olgan bo'lib, bor yo'q tasmayni bir olmos, bir kichik eshik va bir necha parcha aynakdan iborat edi. Kunlarning birida u bir boyning hovlisiga aynak solg'ili kirdi. U ertagandan tushgacha aldirash ishladi. Qo'rsiqi ochgandan keyin sirtqa chiqib, biroz g'azallanib kelmoqchi bo'ldi-da, boyning ayoliga aytdi. Ammo u ayol ruxsat qilmadi. "Mening kechda mehmonlarim bor", dedi. Bu semiz xotin bo'ynini qiqib, "Hech yerga boqmay ishingni tez bitkazsang." Ondan u uyga kirib ketib, ikki parcha qattiq nonni ilib chiqib, Ahmadjon Qosimiyning oldiga dekkitin qo'yib, yana uyga qarab mangdi. "Ruxsat qilsizlar", dedi Ahmadjon Qosimiy. "Kishining nonini yemayman, o'zim qo'rsoq to'yg'izib kiray." Semiz xotinning tag'imi ochig'i kelib baqirib ketdi. "Hoy, otqachi gaday, sehi mening nomlarimni yaratmay qamsan, uning yo'g'onchiligini qara." "Yo'g'onchilik qilayotganim yo'q. Qo'rsoq to'yg'izish hargiz yo'g'onchilik bo'lmaydi. Undaq bo'lsa, ishlarini o'zlari bitkazib olsinlar." Ahmadjon Qosimiy shundoq dedi-da, saymonlarini yig'ishtirib chiqib ketdi. U ertasi kelsa, derazaning sunuq ko'znaklari shu piti turibdi. Hali semiz ayolmi yo'q ekan. Ahmadjon Qosimiy o'z ishini qilaverdi. Ish bitgandan keyin heliqi ayol yetib kelib, ish haqini berdi-da, "Ma, pulingni ol, oxir chidamay yana kelibsan-ku", dedi. "Pulga chidamay kelganim yo'q", dedi Ahmadjon Qosimiy kulimsirab turib. "Qilayotgan ishimni chala tashlab ketishni xohlamadim." Sizlar bu hikoyadan nimani his qildinglar? Mencha Ahmadjon Qosimiy qilgandek ishimizni chalada tashlab qo'ymasligimiz kerak. İşimizni, topshirig'imizni, tamog'imizni, masalan, sizlar baho qismiga yozib qo'yinglar, men topolmadim. Xo'sh,